Arenada karas bazmi davom etyapti. Katta karaslar. Tomona zeriktirmayapti. Mana bunaqa sazanni bolalari rosa ko'paygan ekan. Ularni faqat qo'yib yuboryapmiz. Xumorimiz bosilyapti faqatgina. Ular bekorga uval bo'ladi. Olib ketsa, ularni katta bo'lgani yaxshi. Chunki sazan katta bo'ladigan baliq. Yasha jonivor. Aziz asrlovchilar, mana bugun 16-iyul haftaning har doimgidek seshanba kuni arenada bo'lib o'tgan o'yinimizdan keyingi holatdagi natijalarni ko'rsatamiz. Mabodo arenaga keladigan bo'lsanglar, aynan karas balig'iga tayyorlanib kelinglar. Sazan balig'i juda ham sust bo'ldi. Faqat asosan karas balig'ini ushladik. Har doimgidek karas balig'ini olishgan Abdazim akamiz. Abdazim aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Mana Abdazim akamni arenada qilgan natijalari. Sazan bitta ekan, qolgani hammasi o'sha 20 sm, 20 sm karaslar. Azim aka, hormang endi aka. Charchamadingizmi? Salomat bo'laylik. Har doimgidek karas nimada ushlaysiz aka? Shu Xitoy bo'yli. Nabodo kelib arenada karas ushlaymiz desanglar, jahorni hidini beruvchi Xitoy bo'ylidan foydalanasizlar. Azim aka, omad aka. Bunga chiqarilgan omad. Doniyorbek ukamizning natijalari. Doniyorbek ukamiz asosan pikirda bo'lgan natija. Pikir qalmog'ida qildilar. Maxfiy qalmoq bilan. Charchab qolmadingizmi Doniyorbek? Yo'q. Mashalloh. Mana Doniyorbekni arenada qilgan maxfiy va pikir qalmog'ida qilgan natijalari. Kichkinalarni har doim qo'yib yuboramiz. Kichkinalari sazanni bolalari emas, xavotir olmaylik, kichkinalar shamayka. Mana shamayka nomli baliq. Bular hammasini qo'yib yuboramiz kichkinalarni. Doniyorbek, bu narsani borasizmi? Hammaga omad. O'yilib borarmiz. Charchamadingizmi? Charchashga vaqti yo'q. Alloh foyda. Maxfiyga, pikirga gap yo'q. Gap yo'q. Assalomu alaykum aziz aslovchilar. Har doimgidek kaminani oxirida bo'ladigan ko'rsatkichini hozir e'lon qilamiz. Mana faqat maxfiyda oldim. Pikirja ishlatmadim, asosan maxfiy qalmoqda oldim. Suv ko'tarildi-yu. Mamtiydi suv. Yana bitta narsani aytaman. Bugungi trofeyimiz sudak balig'i bo'ldi. Hozir uni ham ajoyib darajada ko'rsatamiz. Mana bugungi trofeyimiz sudak bo'ldi. Mana Ulug'bek akamizning natijalari mana. sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hamisha hammaga omad. Arenaga kelib baliq tutib ketamiz desanglar, asosan shamayka bilan karasga tayyorlanib kelasizlar. Sudak ham yurishni boshlabdi. Sog' bo'ling.